Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Yeni bir qatımlıq Oçuq söhbət proqramımızı görüşənlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmənlərimiz həmənlər məlum bolğandak biz bu proqramımızda hər xil temalarda şu sahaninki mutaxassislərini, ilim egilərini təklif qılıb millətimizə aid bolğan xilma-xil temalarda söhbət edib berib kelyapmiz. Bugün bu tünügün elanımızda bəgəndək bütün dünyanı bu Xitay virusu balası qaplab hazırgacha texi tinjigini yo'q. Nurg'unlagan insonlar o'lgan bo'ldi. Nurg'un iqtisodiy ziyon, har xil bu balo qazo tugamayotdi. Oxirida Turkiyadami biz yashayotganmiz, Turkiyadami xili virus ozladi degan bo'ldik. Keyin yana tuyuqsizlar hozir kundan kuniga eshib beryotdi. Shuning uchun biz Xitoy virusi kontrollikdan chiqdimi degan mavzuda degan bu haqda bir söhbət edib beriş üçün huzurumuzda buluvatımız. Bugünkü aziz mehmanimiz ilgirmi bir qancha qatimliq şu mayli virusga aloqador program bo'lsin yoki sog'lomligimizga aloqador programmalarda huzurumuzda bo'lgan hurmatli ikki mehmanim bor. U bo'lsa Uyg'ur tadqiqot Uyg'ur tibabati tadqiqot vakfi raisi Müdir Viraç Profesör Mutallib Ali Hacı Emçi ustazımızı təklif qılatımız. Şundaqla Doktor Nametcan Ahmet Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi o'qituvchisi Nametcan Mehmet təklif qıldık. Qimmatli vaqtdan chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Biz rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat. Qadirli görürmənlərimiz proqramımız Naq Meydanı taqidləyotudu. YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq. Ekran alda çıxıb duruyatqan nömrələr arqılıq proqramımızға alaqadar fikir təklif, suallar və soruşanlarını ümid qılımız. Şundaqlı köplügən qeyrinləşimizin paydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna həm unutulmayasın. Unda olsa bugün kirib kessək, hörmətli mehmanlarım. Aldı bilən bugün hazır muşu saatdə bugün dünyadakı umumi əhvalığa qarşısaq qısqıcı bir Əslab ölsək bugün hazır Naq Meydanını taqidləyotan sallıq məlumatı qarşısaq hamda bu aniqlanğan rəsmi sallıq məlumatlar əlbəttə 144.751.033 şəkildə hazır Xitay virusundan yuqumlanğan dünya miqyasında ölgən insan hazırgıca 3.077.515 kişinin ölgənligini bildiriyotdu. Qağan sallıq məlumatqa, məsələn, Türkiyədəki ən axırqı sallıq məlumat qarasaq, 18 apreldən başlap, hər günü 300-dən qıraq insan vəfat buluvatıdı həmdə. Tünügünmü 362 oldu, yəni 4 gündən açılan 1300-dən artıqıraq insan həmdə vəfat tapqan oldu həmdə. İkinci basqışını Türkiyədə ikinci basqışını yaşayatımız dəb boğucu bıraqlam 3-cü basqışı ötüb ketkenlərini devatqanlar var. Aldı bilən hörmətlik Nametcan'dan başlasam, Türkiyədəki Xitay virusu növbəti qançıncı basqışda turvatıda? Şu vaxt bir məlumat bəqən basınız. Oldu. Assalamu alaikum. Aleykum assalam. Aya siz dəb ötüb ketkenlik hazır Xitay virusu bağan sırayı cep etkildi. Nurg'unlagan umidlar bordi, vaksin chiqqandan keyin cho'qim kesel kontrol bo'ldi. Kasalliklarniki yo'qligi soni tushdi deb. Lekin afsus vaksina urish boshlagan nurg'unlagan davlatlar Turkiya shu davlatlarning ichida, ammo kasalliklarning soni bag'ansiz ishib ketyapti. Endi hozirgi ahvolda nurg'unlagan davlatlar ikkinchi bosqichda o'tib, uchinchi bosqichga o'tib deb e'lon qilgan davlatlar bor. Hatto 4-chi bosqichga deb mangan davlatlar bor. Hatto biz 4-chi bosqichga kirib bo'ldik degan davlatlar bor. Ama hazır umumen ahvalini elip etkanda asasen ikinci basqıçta ötüp üçüncü basqıçta kirdi deb qarashga bo'ldi. Dunyoninki asasen hemme davlatlarda o'xshash ahvol. Endi Turkiyaniki hozirgi ahvolni qaraydigan bo'lsak, o'xshash ahvol bor. Chunki vaksina urishga boshlagandan keyin qaraydigan bo'lsak, kunlik yuqumlanish nisbati burun qaraganda intayin tez yuqumlab ketdi. Hatta kesel başlanıp hazır kadar en köp yuqumlanuvchilarning soni hazır şu 60 ming etrafida bo'lyapti. Shundan chiqarib shu dunyodagi umumiy ahvolni elib aytgan chog'da hazır shu Xitoy virusiniki yuqumlanish bosqichi 3-chi bosqichda qarashga ma'lum bo'ldi. Xo'sh. Endi shu Xitoy
vaksinasının ta'siri bo'ldimi degan bu savol qilsam, deganingizdek vaksina uryapmiz deyotdi, ammo lekin yanalam nihoyat yuqumlish nimasi texambak avjilayotgandek ko'ryapmiz. Hattoki shu ba'zi xabarlarda Xitoyning shu vaksina yasagan ba'zi doktorlarniki bugungi hozirgi geni o'zgargan Xitoy virusga mesela Sinovac'ninki hozirgi mavjud vaksinaniki ta'sir bo'lmaganligini, shunga ikkinchi bosqichda ishlab chiqarilgan vaksina aralashtiramiz bu degandek gaplarni chiqyapti, masalan, ta'sir qilmaganligini. Bu haqda qanday qaraysiz? Hozirgi statistikalar vaksinaga boshlashi nurg'un odamni kallasini qaymoqtirib qo'ydi. Chunki vaksina urush boshlagandan keyin qoida bo'yicha kasalliklarniki yuqum nisbati tushishi kerak. Lekin hozir qaraydigan bo'lsak, unday emas. Endi buni qarab ham nurg'un odam nima deydi desa, vaksinaga foydasi bo'lmadi. Vaksina urush boshlagandan keyin kasalliklarniki yuqumlishi yuqarib ketdi deb qaraydi. Bu ma'lum jihatdan aytgan chog'da men yuzaki jihatdan to'g'ri qildi. Buning to'g'ri xatoligini hukm qilish uchun biz statistikaga qaytib kelishimiz kerak. Chunki tibabetda bularni ommaviy sog'lomlikda biz har qanday vaqtda statistikaga qaytib kelamiz. Statistika nima desa, shuning asosan biz qaraymiz. Endi statistikaga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan kunlik yuqumlanuvchilarning soni yuqilib ketadi. Lekin doktorxonaga ishga qaraydigan bo'lsak, bu bek muhim narsa. Doktorxonaga hozir shu jiddiy qutqarish yetayotgan yoki bo'lmasa shu kasallarning yuqumib doktorxonada yetib qilayotganlarniki yeshi burun cho'nglar bo'lib qolsa, hozir o'rta yosh va yosh bolalar bo'lib ko'chdi. Buni qarash kerak. Endi mushuni qaraydigan bo'lib qolsak, vaksinaga ma'lum jihatda foydasi bo'ldi. Chunki bu vaksina boshlagan vaqtda hammalarimiz Turkiyani misol olgan bo'lsak, oldi bilan shu sayyor sistemni ishlaydiganlar boshlab, undan keyin yosh cho'nglarga urishga boshlagan. Endi yosh cho'nglar urush boshlagandan keyin doktorxonada hozirgi amaliyot qaraydigan bo'lsak, yosh cho'nglarniki jiddiy qutqarish yetayotganlarniki soni ozladi va doktorxonaga kirayotganlar soni ozlab, yoshlar va o'rta yoshga o'tdi. Endi mush nuqtada aytgan chog'da ma'lum jihatdan foydasi bo'ldi. Endi unda bo'lsa, nima uchun kasalliklarniki kunlik soni oshib ketadi degan nuqtaga kelgan bo'lsak, bu yerga bir qancha nuqtalarni tahlil qilish kerak. Birinchisi, Turkiya hafta oxirini 3 oygacha kontrol qilgan, sirtqa chiqishni cheklagan. Keyin vaksina boshlab 2-3 oydan keyin buni amaldan qoldirdi. Ayni vaqtda maktablarni yechish boshladi. Boshlang'ich va to'liqsizlarni ochdi. Undan keyin nurg'un odamning kallasida bu kasal kichik bolalarga yuqqan bilan cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi ekan, cho'nglarga yuqdi deydigan bir ko'z qarash bor edi. Keyingi statistika qaraydigan bo'lsak, bu kichik bolalarga yuqdiganlik ma'lum bo'ldi. Maktablarda yuqmagan bolalarniki soni ko'payishga boshladi. Masalan, bizning o'sha mahalladagi maktablarda kichik boshlang'ich bolalarniki sinfidan ba'zi bolalarniki yuqumliq chiqib, butun sinfni karantinaga olgan ahvollar bor. Endi bu bir kasallikning avj sababi bir sabab bo'ldi. Ikkinchisi, necha oy hafta oxiriga sirtga chiqish cheklangan mezgildan o'tib nurg'un odamlar hafta oxiriga sirtga chiqishga boshladi. Qahvaxonalar, oshxonalar, choyxonalar ichilish boshladi. Hamma odam uni hujum qildi, sirtga chiqish boshladi. Undan keyin cho'ng tanlab bozor deymiz, yoki bo'lmasa sud saroylarga berib, bu xil ko'p uchrashish vaqti uzrab ketdi va odamlarniki uchrash ahvoli cho'qib ketdi. Undan keyin maktab borgandan keyin ommaviy qatnashishni ishlatish, to'liqsizlik bolalarning yoki bo'lmasa maktablarda maxsus mashinalarni ishlatish ahvollari bo'ldi. Endi boshlang'ichdagi bolalarni maktabga olib borish ikkilishda ota-ona olib bordi, ota-onalar ikkiladi. Bu muhim bir nuqta. Bolalar agar bolalar yuqumsami, bolalar bek cho'ng ta'sir ko'rsatmagan bilan bolalar bu virusni to'shiydi. Maktabda bir o'quvchi bola bo'lib qolsa, sinfda bir qancha bola yuqtirsa, u bola uyga qaytgandan keyin u bolalarda alohida bir alomat ko'rinmasmi, lekin uydagi cho'nglarga yuqtirish ehtimoli cho'ng. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta, bu vaksin nurg'un odamlarni rohatlatdi. Vaksin kelgandan keyin bo'libmi vaksin urilib bo'lgandan keyin cho'nglarda bo'libmi men vaksinaman urilib bo'ldi. Endi men tamamen qo'lday olaydi degan bir xil tuyg'u kirib qoldi. Undan keyin rohat, maska taqmaydigan, xohlagancha bir yer berib uchrashga ahvollar bo'lib qoldi. Chunki bu vaksinaga dastlabki vaqtda hammalar bilamiz, Braziliya va Indoneziyaniki tadqiqot natijasi yoki dokladida Xitoyniki Sinovac vaksinasiniki 50% atrofida ekanligini e'lon qilgan.
Lekin Turkiyada 94%, 90% yuqori, 91,12% xatolaşmasam. Aşınçılık ta'siri var dedi. Xalq bunga ishongandan keyin hamma odam rohatladi va o'zini bilganini qilishga boshladi. Lekin hozirgi yangi chiqqan xabarda qaragan bo'lsak, butkul dunyoni davrayotgan xabar Xitoyniki o'zi e'tirof qilgan bir xabar bu. Amaliyotda bu Sinovac vaksinaniki ta'sir kuchiniki to'g'ri ekanligi, shu %50% atrofga ekanligini qabul qildi va bu amaliylashdi. Demak, bu mo kasalliklarniki ko'payib ketishiga yana bir sabab bo'ldi. Xo'sh. Hörmətli professor Mutallib hacım, endi sizlar qanday qaraysiz shu virusning oxirgi kunlarda mesela biz Turkiyani epdaylab dunyo miqyosida kuchayyapti. Turkiya odatdan tashqari darajada kuchayyapti. Hozir Yevropa bilan baslashib degandek Amerika Yevropadan keyin qatatdi. Yevropada birinchi Turkiya hozir. Bunga qanday qaraysizlar? Virüsünki bu Türkiye'de ama yakın yankısı aslında köpüyüp cak adamga taraf ketişinin birden bir sebebi bu şu yukarıda Nemeçen degandek bu içi bitiş oldu hem de. Asasen burunqida karantindan ilqahla bir xil bu kasal bek qo'rqinchli emaskan bu Kalan hukumu bu kasal boğantı ciddi köp ziyad boğmuda ya ülemiyetin boğmuda bu anda bek bir korkunçluk kasal emasken de sel qaraş hadisi oldu. Sel qaraş bilen bu kasal evcebiyeti de qarayım ben. Yeni birisi bu şu vaksina sağan adamlı var da bu vaksina sebep oldum hem de bunun için bana yokmaydı o ya yoksa mı bana yokmayı başka adam yokudu da sel qaraş bilen yana şunda oldu. Üçüncü birisi bu şu demege nispeten o hizmetke veriş geliştirildiğinde hükümet sırta çıkmak degendeki öyle oturup bu adamlar şu demeniz künep ketip kaldı. Çok birisi de hareket yaxşı emas. Normal hareket kılmay. Uykucak, hareket az. En ondan yep içip şu yetip hatta aşkanlığı verip tamak yer olsun mu aşkanlığa çayxanlığı uçuk olmagandakin öyle oturup telefon bilen ekeldirip şunu olan bu vurulluk bedendeki şu kesellikle boğan karşılık güçü tüvellep ketişke sebep boğan bir kanca ahvalını bıraklam sadır kaldı. Yani onun da hazır şaraitimiz şunu şarait yaratmadı. Mesela bu kesellikle karıştırış gücünü köpeytiş için yani güçlendiriş için bir şu uzunlukta dikkat ediş lazım. Uzunlukuna ait yaxşı buluş lazım. İkinci o hareket cahidi buluş lazım. Üçüncü bu ruhi cihetki ruhi keyfiyat ait yaxşı bir haletli şekilleniş lazımdı. Hem de bu şu yukarıda degen üç mesela kişisellikteki karıştırıcı güçlerini tüvelde tutkan neresi çok bu. Bu üçünüzü hazır bıraklam evcaldı hem de. Tamakta tefe hareket yok halet diye kaldı. Teyya tamak. Ya ki öyle devamlı şu tamak erken de o asarrak tamaklıydı. Yani hareket kamayı kıgandıkken hayatlarca yakşı tamak yiyen de o insan. Hareketli cahidi kımsa, yanındaki ruhiyalet yakşı boğulsa bu tamaktan işlep çıkarılan meyle uzukluk terkipler değil ya ki xelitlarının tabii xelitlar insan bedenine faydalı olan xelitlar normal halette işlenip çıkmaydı. Bu normal çıkmagandaki uzukluk terkibi bedenge şümürlüşü onunki tabii halette miktarınki tabii halette tanışılışı tesir edip bedendeki güzelge boğan karşılık gücü tüvellep vardı. Yani şunun için biz bu şu hazırlıkı meyle Uygur muhacirlik Uygurluk olsun ya ki şu dünyanın arka yerlerdeki müşkilerin aldığını alımız da kadar aldığını ağıl oldu da şununla soraşka teyavlap tuğallık olsun hem eski bizim tavsiye benim tavsiyem bu şahsi karşımda olarak birisi hareketini yaxşı kılış ikinci uzunlukunu yaxşı meneş uzunluktan ait dikkat kılış üçüncüden bu şu ruhi halette tanışışke alayda çıkışı gerek ya ki terçalık ölçüş gerek dep qarayman. Hamda ma ne bileyim meselesi gelsek vaksini uğuzuş meselesi gelsek vaksininki biz hamda ma Türkiye'de yaşayotgandikin
Türkiye'de hazır 2 xil vaksina asas bulab memuatıdır. Birisi Xitay vaksinası, yani birisi Germaniya bilen Amerika Birleşmiş Devletleri German ülkegen vaksina. Bu vaksininki Xitay'ınkine dastlapta Türkiye dikele emligendan keyin bunun neticesine dastlapki sınaq nusxasi 90%'den yuqorida e'lon qilgan. Çin mao başka devletlerde mesela Braziliya, Afrika'da sınaq qilish Arabiston Xitoy virusininki vaksinasining unumi tushib ketdi. Unumi tushib ketgandan keyin Türkiye ama bunu tüvelletip hozir şu 50% etrafında unum beryapti deb chiqyapti o'tirgan. Ammo bu vaksina sanab bo'lganlar mayli sog'lom bo'lsin, samaganlik bo'lsin, vaksina chiqib turgan endi biz bu kasalga giribdor bo'lgan deb shu sal qarab Ne'matjon degandek bozorda muzdaq adam, avtobusda adam, metroda adam, shu odamlar anda 2 metr oraliqni saqlang deb har qancha degan bilan 2 metr emas, hozir 50 santim, 30 santim oraliqda avtobusda qisilib turyapmiz. Endi mushu ahvol bu kasallikka ko'p avjab ketishga sabab bo'ldi deb qarayman men. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Doktor Ne'matjon endi shu professorimiz so'zlab o'tdi, masalan, shu tadbirlarning ilinayotgan tadbirlarning masalan uyga solinish, harakatsizlik degandek nurg'un yaxshi virus tarqalmasin deb ilingan tadbirlar bir tarafdan yana aksi ta'sir berayotganligimi nurg'un mutaxassislar tarafidan so'zlanyapti, masalan, shu oiladagi ishlar. Yana bir tarafdan tadbirni bak kuchlik elbette deyotganlar bu tadbir bugun Turkiyada ilinayotgan tadbirlar yetarlikmi yo'l qo'yilayotgan tadbirlar sizga? Ne'matjon chiqib ketib qoldi shunda. Ovozim keldimi Ne'matjon? Avazınız üzülüp geldi. Ha, üzülüp geldi. Tedbirler doğru soruldu. Düşen olmuş sonra. Qayta tekrarlab bəsiniz ağır üzülüp ketdi. Elinayotgan hamda yuqorida professorimiz so'zladi, masalan, bu yo'lga qo'yilayotgan shu tadbirlar hamda davlat tarafidan yo'lga qo'yilayotgan shunda nurg'un kishilarni bo'libmi yashanganlarni harakatsiz qilib qo'ydi hamda oiladan chiqolmaslik, u yerga borolmaslik degandek. Bunun nurg'unlagan salbiy ta'sir bo'lganligini hamda so'zlayotdi kimni so'zladi, doktorimiz so'zladi. Yana bir tarafdan masalan Turkiyada davomli kunda anglab turmiz, nurg'un tijoratchilar u bo'lat davlatning bu kuchaytirayotganligini, tadbirni yo'l qo'yish kerakligini so'zlab turayotganlar va qaqshab turayotganlar va sizcha Turkiyadagi hozir mavjud ijro qilinayotgan, yo'lga qo'yilayotgan bu tadbirlar yetarlikmi, yetarlik emasmi? Buni qanday qaraysiz? Haqiqatan bu kasallikka insonlarga bo'lgan ta'siri har qaysi jihatdan ko'p. Buni hozir deb tugatilib bo'lmaydi. Ijtimoiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, ruhiy jihatdan eng chong sog'lomlik jihati ilqmanda. Ya chunki deb o'tib shu ruhiy jihat bo'lgan ta'sir bek chong. Hatto bu kasal tuganima bu kasallikka shu ruhiy jihatda bo'lgan ta'sirimi xil vaqt davom qilishi mumkin deb mutaxassislar uni uchun tayyorlab qo'yadi ba'zi nurg'un davlatlar. Chunki har qanday bir vabodan keyin shu kollektiv shaklda ro'y besim uchraydi. Bu ro'y besimni bartaraf qilish uchun agar shu davlatniki shu ro'y besimni yengiltirgidek tadbirlar bo'lsa, mutaxassis qila oladi. Bo'lmay qolsa shu davlatga nurg'un odamlar har xil ro'y kasalliklarga sabab bo'lishi ehtimoli uchun bu ayrı bir nuqta tartışılgan. Lekin hozirgi bugungi tadbirlar keladigan bo'lsak, Turkiyadagi tadbirlar yetarlikmi degan vaqtda ba'zi vaqt yetarlik, ba'zi vaqt yetarsiz. Yetarlik vaqtida haqiqatan yaxshi qildi, lekin bo'shatgan vaqtda biroqla bo'shlatib, o necha vaqtingiz qilgan ishni, ya'ni 0 bo'ldigan yoki bo'lmasa necha vaqtni qilgan ishni qaytadan, ya'ni esli qaytib turgan ahvollar sabab bo'lib qoldi. Masalan, necha oyingizni hatto oxirigacha ko'chib chiqmaydigan Yani üzülüp qoldi. Aytayotgandagilar necha vaqtingizni sirtga chiqolmagan xatlar u saqlash vaqtini bek uzun bo'lishi sabablan hammadan u yer sirtga hujum qilishga boshladi. Bu tadbirninki
bir xil sistematik bo'lmaganlikniki bir ifodasi. İkincisi de öndeki şu tedbir algan çağda esli mektapni mençe açmaslık gerekti. Çünkü mektapni açık vaxtida qandaylık ziyin bo'lganlikni asosan hammalar taxmin qila olamiz. Albatta, mektapdagi o'quvchilarniki qanchalik ziyon tortayotganligini hammayimiz uqamiz. Hammalarning uyida bolalar va maktab berayotgan, ularniki o'qishga qanchalik ta'sir qilganligini butkul ota-ona his qila oladi. Masalan, men o'qitish bilan men taxmin his qila olaman. Lekin meyerdeki mesele sağlamlık meselesi. Eğer bir sağlam olmasa o okutuşun kim faydası yok. Hem neticesini gördük. Mektapı açıklandı. Bir aydan killam, bir neçe aydan killam nurgulagan kesellik çıktı. Yani kayıteden itilişki mecbur olup kaldı. Eğer şunu davamlaştırgan olsa, muş mevsim fitilde zaten uzaktan dersini anlatımız diyen olsa, belki keselliklerinin ki yukunlaşması, manada yukunlaşması bulması mümkündür. Məlum bir derecede çizgiligili buldu. Bunu qaraygan bolsak, yani o yeterlik mi emas. Bunun için şu aşxana restoran deymiz. Elbette aşxana restoranlarını açtı, yani etti. Ondan başka çoğun soğuk saraylar var. Çoğun soğuk saraylar uçup kaldı. Yani xalqlar yani qaraygan bolsak, hayran qalasınız mı çoğun soğuk saraylarda hiç qanday kesellik yo'qdek bir ahvol kelgan bo'ldi xalqlar. Yani bu yerki tedbirler yeterlik emas. Elbette har qanday so'z saroy kirishdan burun hamma odamga HES kodini ko'rsin dedi. HES kodini ko'rsatamiz. Lekin yana bir qaraydigan bo'lsak, ma kasalliklar nurg'ulg'an odamlar alomati bo'lmay turib yuqumlanganlarni bekchiq. Buni hamma mutaxassislar birlikli bu nuqtada. Agar bu HES kodida, masalan men deyli, men hech qanday test yaptırmadım. Men hech qanday bir kasallik bo'lgan odam bilan bir yakamadim. Bunday ahvol olsa meniki xatarsiz deb chiqadi. Ama mende belki bu kesillik bağ oluşum mümkün, toşkucu buluşum mümkün. Eğer ben toşkucu olsam, soğuk saraya kirip kalsam, şu soğuk sarayaki bir kanca adamlarga bir kanca adam yuqtirishim mümkün. Mende alametler görünmez ki mümkün. Belki ben yaş buluşum mümkün, yaki benim immün sistem güçlü buluşum mümkün. Lekin ben yuqtirgan başka yaşçılar yaki sozulum karakteri kesillik adam olib kalsa, bununla ta'sir bektek buldu. Yani bu bir sebep olib kaldı. Şonaş umum jihatda elib aytgan chog'da tedbirler ağan çağda yaxşı elinde, lekin bıraklan boşaştırıp ötüplan. Yani burun ağan tedbirlerinin ki paydasını bir neç ayının ki tatkan japanı bir şikayetliler yani yok kılıp kaldı. Bu bir tesiri. Lekin umumi jihatda elib aytgan chog'da xalq Türkiye'ye dikkat qilgan bo'lsak, boshqa Yevropadagi biz hayron qolgan Yevropa xalqi pek o'qigan xalq, angli xalq dedik. Lekin bu devletlarniki virusni kontrol qilish tadbirlariga qarata butkul odam asosan Germaniyada olsun, Angliyada olsun, Fransiyada olsun, Pollandiyada olsun devletning siyosiga qarshi chiqib namoyish qildi, ko'chirib chiqib. Biz bundan qarshi chiqamiz dedi. Amerikada o'xshash bo'ldi. Lekin Turkiyada qaragan bo'lsak, bunday ishlar yuz bermadi. Xalq devletniki bergan yo'l yo'riqqa asosan ish qildi. Endi bu amaliyotda Türk xalqiniki eng cho'ng taqdirlashga arziydigan muhim nuqtalarning birisi. Eğer devlet muşlanmaz halda sistemlik alıp bağın bolsa, belki texim yaxşı buluş mümkündür. Şonlaşqa meniki deydiğim en ahırkı jığınçaqlıp aytsak, tedbirler elğanda bek yaxşı elip verildi, lekin bırakla boşaştırdı. Şonlaşqa bağı sistemlik mamğanlık usullar keselliklarniki köpeyişiga sebep bo'lgan nuqtalarniki birisi şu. Xo'sh. Köp rahmet emdi profesör emdi mutallif hacım şu ahirki günlerde hakikaten bizde Uygurlarning ichidimi xili ciddi bir şekilde bu virusning tarqayotganligi Türkiye'de o'soldan qulog'imiz kiryapti. Ben 3-4 gün burungi deyman şu Zeytinburnu ichidam şu bir haftaning ichida 10 dan ko'proq qarindoshimizniki mush kasal sababdan doktorxonaga elinib necha kundan keyin uylab ketganligi haqida xabar oldim. Ko'pinchisiga qarasangiz nurg'unlar yosh ularniki 50-60 ga borganlar, yashanganlar ichida 3-4 ni bo'lsa, qolganlar hammasi yoshlam kishilardi. Hozir sizda masalan siz ko'pincha Uyg'urlarimizni davolaysiz. Uyg'urlarning ichida bu yuqum qanchalik bir sonliq ma'lumot bormi siz bildigan yoki uning keyin nima uchun bunday jiq taqib o'tirmish yosh xalqimizning ichida nima ko'p taqib o'tirdi? Bu masalaga qarata endi men shu 15 gün etrafida bo'ldi. Bu misolda Uyg'urlarda mana ko'p taqib o'tirdi. Mening telefon qilib
ben şu turna bu deme kanda kütünemen demini dikkat kılamen diyen adam 50-60 adam vardı. Ben şunun asasen meyli Zeytinburnu'nda olsun, meyli Safarköy, Selimpaşa, Safarlık Urulu'da olsun, hatta okuguculardan var bizim Uygur okugucular. Aşırıdan bulup 100 adam yokumunluğu tahminen 100'den artık adam benim kavrim var yokumunluğu deyip bilemen. Hem de bizim bir teşkili aparatımız, sayya urularımız onu istatistik kılıp resmi mao, eğer boğunu mao, hem de yokumunluğu mao, yokumluş güman bağları mao deyip istatistik bakmagan dikemiz. Bunu hem de anda inçke sağlık malumat veremeykenimiz. Ama ne lan boğmusun? Biz 100'den artık adam yokumluğu haleti de hazır. Ama Uygurluğun ki bu İstanbul'daki Uygurluğun sanığı bölgen çağda bu nait köp san. Hem bilişiniz nispeti yukarılığa tutu yakın yankı. Hem de ben bunun anda ne için müjde bulağa tutu degenge karta benim hazır oyluğunum. Biz Uygurlar birisi başı Türklüğe okşaş sel karab kaldık hem de. Türk karındaşlarımızdan istediğime sel karaydıqalı bayın Ahmetcan degendek avtobus, mescid, ammi soruluda kaydigi boysunup aşı hükümet orullarda musafirini saklap tuğan bilen emniyetli mahallede dükkan magazınlıda o Abduzlu'da hiç kanda iş bulmagandek o hükümetin alvansılıkını üzüvatken deklam tuğandaki bu Uygurluğuma sel karab kaldık bununla. Aşı Nemaçyan degendek hazır bunun ayda kök bulup geçişi şu kaidigi boysunmazlıktan çıkırlar hem de. Mesela çok adamlar bana telefon kıldı. Ben kızıvatımen öte bağ, beşim ağrıvatıdı. Sizden meslet alay deptim deydim ben. Ona yine palanı bu kurmağımı mesela dem sıkılış bağımı desem yok. Nimi bağımı, öv oluş bağımı, çoğadı öv utkanı. Ya ki iş sürüt kanı, bunda ahval bağımı başlar kayımda desem. Ben bir yok devet hep akıdan. Size korona olap bağımısı yana. Dikkat kısıcıma desem. Yap ben korona emez. Ben burunmu bu kesel bulap ne çıktım sakaygan, başına beşim ağı yitkan, öte utkan ahval bıçakının beyde ben korona emez. Deplam belki red kılıp durulep, şunu olan bunu şu kolun koşneli bilen, yıkılıyoruk bilen, arlaşıtkan, işka, üzülüyor. Bunu asfet noktatmaydıkken de ayağın katardıkken. Diyen gepimizde şundan mı da ya deyip bir sual olsun mu koyup koymayı, üzgü diyagnoz koyuplar ben emes o. Ben burnumu şunda bıktım. Emmeden şu zukam bulap saklayıp kırgen tarihten bu yan. Ama hazırlıkı zukam ilgi okşuma adı mağazı da kırına boğansız mekede geldik yıllar derhal tohtamay aksın üzü aklap kılıp şunu olan yokturup koydu bu hem de. Ben şu Uygurluğun içinde taşkiye 3 mesela sebepler diyeyim oylayman birisi muşu. Üze itiraf kılmazdık ya ki ben şu müdem şu olsam çoğu da etkan bir sualını koyup durup şu günden başlap dikkat kılış gerek. Bu olsa biz ne çıktım teşekkür kıldık, yakınlıklarımızla dep tutup manada bir zukamlığa ait bir alamet çıkıp kalsa her kandağılığında bir günden 3 gün geçe alamet gördü o. 5 günde eğrilişi o. 7 günde en eğri halet getirdi o. 12 gün boğan vaxtıda sakışqa qarab mağadı. 18 gün, 20 gün boğanda yaxşı olap qalsılar. Şu birinci qıtımda 5 gündən 8 gün geçe boğan aralıqda o adam sırtqı çıkmay, üzünün ait dikkat qilishi kerakdi. Başqa öyle uçqaşmansı kerakdi. Bizge ait yaxşı bir fürsət var bu yerda. Birisi biz muhaciratga chiqdik. Bu muhacirat degan bu invan hammadan kelmaydi bu. Bizge bu muhacirat degen bu invanı biz ağam kelmez. Hem de bu kide nimaga chiqib, Abduzga chiqib, Bayqayaga berib qo'yguncha bu qoidaga bo'ysunib to'g'ri ketishimiz kerak da endi. Hech bo'lmaganda bir imonimiz bilan ketayotgan shehidlik martaba yuritgan bir martaba bor bu yerda, yuqori invan bor bu yerda. Baxt, saodat va g'oya bor. Anda bo'lgandan keyin bu odam shundoq zukam bo'lgandan keyin mayli beshog'i bo'lsin yoki öte olsun ya kızıtma olsun, kaysı olsun bir alamet şunda görülgenliğin ki Allah üzü imanı bilen karantin kılış lazım. Bu olsa ağla kaidigi boysunmağa adam bular, bu vaxtıda şehitlik mertebesi alanmaydı bu. Bu şu yapının ulemalar hemmeden okutursa
Biz Uygurlar işte bu sırtı çıkmazlık özümüzü karantina edişte bir alamet görgende alsak o vaxtda bu anda tarmaydı. Hazır bizim saatimizdeki az, iktisadimizdeki tüven, ordumuzdaki tüven. Hiç neyimiz yok bizim Allah'ın başka. Bu doktorxanaga barsak bunu ait okunuşluq. Hem de anda oğandaki hem ülep ketip da aldığımızda bir ayal ülep gitti, bir doktor ülep gitti. Ama bizde hiç yine neme yok da kokunuş yok. Çuç yok. Yani şunu bunun ben halkımda deydiğim birisi birle alamet çıkan dedim biz özümüzde Allah rızası için karantina alsak. İkinciden yemek içmeklerimizde dikkat kılsak. Ben telefon kıralım edem yıkıldı dedim. Korugan binası yemesler. Çünkü korugan dersini kaldı boğdu. Bunun üstü bizimki o nimelerimiz her xil narsalar biz hayat yapgöngen narsa emas. Başka bir muhitten çıkan köktatlar bizim bedenimizge bunun 100% hemmesi tunuşluk narsa emas. Tunuşmayotgan bir terkipli bo'lishi mumkin. Şu biz hemen yaptığımızda olmaydı. Mesela ikinci soğuk su içip salmışız. Ama Türk'te ısı soğuk suyunu onu künek getirdik. Balıklarını tatip, ilgili tatip adamız köndürep getirdik bunu. Biz anda kışlıkta soğuk su içip adamla emestik kayada. Hem de soğuk suyuna göbüldük içip atkan aşı balığa. Arkadan aşı soğuk içimlikte dükkanın binasını ekip onu ağzını içip olgandakin tonla toğu sağmısa saklıqlı olmagandakin tonla toğusa işte mecbur iken. Şunlara bunu ağandakin lam kete aşı soğuk içimlik narsalarımızın hatta meyvecilerimizin saklıqlı olmagandakin onu işte mecbur. Ağanca soğuk binasını yep onun için öte olgandakin adetki zukam dep mi tur değil mi? Adetki zukam boğan adamge virüsünki yokuşu çizgili demde. Aslında boğmusu mu? Zukam boğan adamge 50% yakın bulup kalı demde o. Şuna şu Uygurluğunki muşkatımkı virüska uçurap geliştiğinin sebebi şu ben yukarıda diyen bir kanca ahval demde. Hoş. Bunun üstüne bedeller herkes kamay ukla tamak yapılan yetip ruhi cihetin vatanın işte bizge meyli tordu olsun, WhatsApp'da da olsun. Bizge hoş hava yok. Devamlılık adamın işte sıkıdığan, yığı tutup kalıdığan, bazı yalnızlıkta yığılıp atadığan, boyuna hala çekilinip tuğanın üstüge arkadan bu virüste öyden çıkanmayı talağa, boğuncu kulak öydekiler hemmesi açık yaman, birbirlerine soğuşaplan kalkan, içke, bir kız yap artık, bir kız yap kam. Aslında ben oylap kalmam şu bizim ailede aslında açık yaman bulup kalkan vaxtda da doğru düşünüş lazım dep koyman. Bu gapdan ayda yaxşı bir gap dep aldım ben. Kelimatlar ya devri başlanıp kapta ha dep koyman. Ama könlemde ya bu kelimatlar ya yaşaga kamigen de. Ama ma ictimai muhit şunda kısal dedek bunu doğru düşünüp elep getdik. Demek biz ma bu yukarıda Nevetcan degen kaidaga boysunuşlan billah özümüzdü mü yemek içmek cihette, ruhi cihette, bu edebiyatçılık cihette örfü adetimizde asasen bir tanşep tutsak gelen hep bunun ölüm alımı var dini cihetten. Dikkat kılsak dememey şu imanı yakın tercih etken ya ki imanı bilen şu biz asli ketip yerimiz cennet bizge cennetke ketiş arzuyumuz olandakin onu ketiş için bu kaidege boysunuş lazım da. Hoş. Bu sahabının ama bu kesel bayağı bağmam degen Toskan Ömer Azalan'ın ama şu uzaktan kelip köreşkede otur yolda toktap kalan nimelerimi bayına. Hem de aşımı bizge ölgü buluş lazım dep qarayım ben. Köptün köp rahmet, nəhayət yaxşı məlumat berdiniz. Biz ölümalar meselesi kelsak, biz meyli İslam'a biz programımızda bolsun ve başka ustalarla ötküzgen söhbetde tam şu virüs başlanğan vaqtida her bir Müslümanınki çoxum məsuliyyətçan buluşı bu meselede. Eğer de şu özde bir alamet bağ turup, yani onu perva qılmasın, başkalarla aralashıp, körüşüp yürüşünün haram ekanligi haqida nəhayət güçlü şekilde ölümalarımız, netçe ölümalarımız gap qildi şu ekranda. Qeyrindaşlarımızı tekrar bununla dikkat kılışqa çağırırız. Elbette normal zukam yoki normal beş mağrut deb qarashi mumkin. Shunda normal bo'lishini umid qilamiz albatta, ama
shu bosh og'riqi yoki shu zukumi yo'qolib bo'lg'uchi bo'lsinmi, doktorxonaga bormasimi, uyda bir o'zini bir karantinga ilib boshqalar bilan bir munosabat aralashib buna qilishni eng tuvan darajaga tushamasa, agarda bo'lib qolsa, o'zi uqmagan darajada doktorxonaga berib o'zini oshkorlab virus ekansan deb bo'lg'ucha necha qarindoshlarga yuqtirib qo'yishi mumkin. Bunga diqqat qilish kerak. Tekrar chaqiramiz. Mishada binasini izohlashga tegishli deb qarayman. Masalan, biz endi zukamlam emasda, zukam bo'lsa bu virus shu nafas yo'li sistemasidagi kasallik bo'lgach, hammadan shu zukam qatorliq nafas yo'li kasalligiga girib olganda diqqat qilsak ekan deb tushunib qoldik. U to'g'ri. Ammo nafas yo'li emas, kasal bo'lganda bu odam 50% bu yo'qishga yaqin bo'lib qoladi. Hozir o'lib ketganlarning ko'pinchisi boya navbatchami dedi, sozilma xarakterli kasal olan odamga yo'q qolsa, uni doktorluğuma qutqizishi ta'sis bo'lib qoladi. Doktorluğuma cho'ng avvallanmış belgini bu shu qon bosishlar, ondan boshqa qondik may yuqori, yurak sog'lom, yurak odamlar bu kasallikni yo'qotishda ehtiyot qilish hamda yo'qotsa saqlaymoqqa ta'sirlab hukumat bu bir qo'ldan atadi. Hamda meni demoqchi o'qidim, men yerda izohlab qo'ymoqchi. Zukam bo'ldi, mayli oshqozon yo uchay jigar kasalliklari bo'ldi, qanda olam kasal bo'lsa, biz shu kasal hozir qarshi bizga 50% yiqilgan gap. Shuni diqqat qilsa demoqchiman. U xos zukam bo'ldi, diqqat qiladi hamda. Shunimi biz shu diniy zotning ig'zi bilan tashviqotni kuchaytmasak, biz ma Uyg'urni hem iqtisodimiz tarafından hem bu iqtisodiyat ama hem cihatlar bunu korkunç çoğaldı. Hoş. Çok rahmet. Endi doktor Namatcham şu geni o'zgargan virusning kim Xitoy virusining geni o'zgarganlik to'g'riliq Angliya nimasi dedi, ya'ni bir qancha xil deyotdi. Mushu virusning yuqum shakli va darajasi qancha xil bo'lyapti hozir mavjud jamiyatimizda. Bu haqda qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bu yaqinda bu to'g'risida Turkiya Sayya nazoratimi bayonot berdi. Hozir Turkiyada eng ko'p uchraydigan shakli Angliyaniki. 76 viloyatda ko'rindi dedi. Ondan keyin qolsa Janubiy Afrikaniki ikkinchi o'rin turgan. Janubiy Afrikaniki 6-7 viloyatda, Braziliyaning hatto ko'rningidan bal faqat birlab kesil bor dedi. Braziliya mutun juqumlaganlar. Asosliqi hozir Turkiyadagi mavjud olan şekilmiş İngilizce'ninki. Bunun yo'q. Shundan chiqib İngilizce'ninki qaraydigan bo'lsa, o'ltirishni deganda bu farqliqmi? Albatta. Dastlabki vaqtda masalan Xitoy virusi, ya'ni Xitoyninki mutant kelgan vaqtda buniki asos ham yerda o'xshash shakli bordi. Shundan chiqib bütün davlatlar bunga o'xshash shaklda tadbir olgan va xalqaro bir shakl kelib bo'lgan. Çünkü ma yuqumliq kasalliklarni kontrol qilgan vaqtida eng tez to'xtaydigan nuqtaniki prezident shu. Kutilmagan nuqta shaklini o'zgarib ketishi. Ondan keyin o'ylamga yedim Angliyaga borgancha Angliyada o'zgaribman vaqtda Angliyaninki mutant deb chiqdi. Bu Angliya chiqqandan keyin bu Xitoynikida qaraganchada intayin tez yuqadiganligini va tezlama o'ltirganligini isbotlandi. Ba'zi maqol bu to'g'risida qilgan maqolim bor. Bu Türkiye'deki hozirgi kasalliklarning chiqilish sababining yana birisi shu. Shaklining o'zgarishi shu Angliya muddatniki 76 viloyatda ko'rinishi demak. Hemen 81 viloyatning 76 da ko'ringan gap hamma yerda bor hozir. Çünkü bu bayonotni 3-ayning 21 bergan deb atalashmasa hozir asosan bir oydan ishib qoldi. Demak hozir hamma viloyat bor bo'lishi mumkin bu. Buningki xarakteri Xitoy virusi shaklga o'xshamaydigan bir yeri biri yo'qish surati bektiz, ikkinchisi o'lish nisbati yuqori bo'ldi. Hamda Janubiy Afrikaniki ham shunday. Janubiy Afrikaniki mo Angliyaniki asosan o'xshab qoldi dedi. Buniki mo yuqilish nisbati, uniki o'lish nisbati bizga yuqori. Undaqda masalan hozir
vaksinalar urilyotdi mesela Türkiye'de mi ve başka devletlerde mi? Bu vaksina mesela kesel alamet bulmagan, hiç qanday işaret bulmagan kişiye mesela Sinovac urildi deylik Xitoy vaksinasi. Bu geni o'zgargan Angliya nusxasidagi bu virus kelsa o'xshash ta'sir qilmay vaksina kuchini ko'rsatmaydi, yo'qaver degan gapmi bu? Ameliyatda qanchalik darajada o'zgarganini qarash kerak. Kimniki Angliyadagi bu shakli o'zgargandan keyin tunjulab bu vaksina shirkatlari markazlashgan nuqta. Sen ishlab chiqargan vaksina burungi Xitoynikiga asosan ishlab chiqargandan, lekin hozir shakli o'zgardi. Bu Angliyanikiga bo'lamdi, bo'lmamdi. Janubiy Afrikaga bo'lamdi, Braziliyaga bo'lamdi degan vaqtda BioNTech shirkatiniki boshliq bilimiz Uğur Şahin, Türk bilim adamı. Bu adam bu to'g'risida bayonot berib, faqat uningki %99% o'xshash ekanligini, faqat %1% o'xshamagan ekanligini, shunlashqa vaksina yana o'xshash darajada unum bo'lganligini degan bu adam. Bu to'g'risida haqiqatan shundami emasmi, amaliy elib berilgan rasmiy ilmiy tadqiqot texi yo'q, natijasi tex chiqmadi. Ama Angliyadagi hozirgi elib berayotgan vaksinada shu BioNTech'niki bor. Shunga asoslangan chog'da hammalar bilamiz, hozir Angliyaniki kunlik yuqum nisbati 60 mingga chiqqanda, hozir vaksina boshlagandan keyin 2 ming qadar tushdi. Ana shunga asoslangan chog'da demak, buniki kuchi bor BioNTech'niki. Endi Xitoyniki ishlab chiqargan Sinovac'niki buning qatda kuchi bormi, yo'qmi? Ya'ni o'xshash shaklda ilmiy bir tadqiqot yo'q. Shunlar hozir kesib aytib, bo'ladi yo bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Ikkinchisi ham Xitoyniki vaksinasiniki ta'sir kuchi %50 dedik, intayin tuvan. Bunda ahvolasida shakli o'zgargan yana bir xil virus qarta qanchalik kuch oldu, albatta buni tuvalish ehtimoli cho'ng. Ammo qanchalik nisbatda tushadi yoki yuqorilaydi, buni hozir kesib aytib bo'lmaydi. Chunki qo'limizda isbotlangan bir dalil isbot yoki bir tadqiqot natijasi yo'q. Xo'sh. Ama bu yerda yana shu xalqimizga markazlashsak hamda Turkiya boshida bo'lish sutlanamda. Virus hech qanday alomati bo'lmagan kishilar hamda mana virus yo'qmisin deb vaksina urg'izishga o'ylashi mumkin. Ama vaksin to'g'risida ta hozirgacha boshdan tortib bir turkum olimlar, bir turkum doktorlar hech qanday foydasi yo'q deyotdi. Ve yeni bir turkumları bu çokum urdirish kerak. Hatta Türkiye'de urdurmasa mecbur urdirish kerak. Urdurması vatan hain digidek gaplarni qilib o'tgan insonlar vardı. Bunu butunlay ayıplayotgan bu inson haqlariga chetildigan bir ish, xolis urdurdi bir inson, hech bir inson davlatmi insonning badaniga xohlagancha mudohala qilolmaydi o'zi bilgancha. Buning ham foydasi yo'q deyotganlar vardı. Xalqimizga mesela urg'uzay deb qolganligi. Oldi bilan urg'uzishdan burun vaksinaning bu ichki narsasi nimadan tarkibida bu ikki Xitoyning vaksinasi bilan bu Pfizer BioNTech'ning orasidagi o'rtasidagi negizlik farq nima? Mush haqda qisqacha arish qilinadi bir ma'lumot olgan bo'lsam. Buldu bu Pfizer BioNTech'niki vaksinasilar Xitoyniki Sinovac vaksinasi ishlab chiqarish shakli o'xshashmaydi. Texnik o'xshashmaydi. Xitoyning ishlab chiqargan, manaki Sinovac'niki ishlab chiqarishda ishlatgan texnika an'anaviy usul. An'anaviy usul deyimiz ta hozir qadar ko'pincha ishlab chiqargan vaksinalar shu xil usulda ishlatgan. Hozirgi BioNTech'ning ishlab chiqargan vaksinasi farqli bir texnika ishlatdi, RNA texnikasida. Bu yangi bir texnika. Bu yerda eng chong farq bu. Ama Xitoyning ishlab chiqargan vaksinasi virusdan ishlab chiqarilgan vaksina. Ya'ni an'anaviy usulda shu xil shaklda ishlab chiqarildi. Vaksina algandan keyin o vaksinaniki tarkibidagi odamga kasallik paydo qilgan qismini chiqarib tashlab, antigen hosil qilgan qismini saqlab qoldi va shu shaklda odamga antibiotik shakllantirdi. Buniki ishlash shakli ma'lum. Lekin RNA'ning ishlab chiqarishi o'xshashmaydi. RNA'da viruslar hech qanday aloqasi yo'q. Virus shaklida virusdan foydalanib turib vaksina yasamaydi. Bu faqat RNA odam badaniga oqsil ishlab chiqarishga foyda bo'lgan muhim narsalar nuqta. Bu shu RNA'dan foydalanib turib odam badaniga shu virus qarta oqsil biriktirdi. Bu oqsil birikkandan keyin antigen paydo bo'ldi. Antigen paydo bo'lgandan keyin bu virus qarta kuch ishlab chiqardi. İkkisiniki tamamen o'xshamaydi. Birisi virusdan ishlab chiqarildi, birisi oqsildan foydalanish orqali kasal qarshi.
Xo'sh. Endi Professor. bu ikkisiniki farqi bu. Endi ishlatishga to'g'ri kelib qolsa, albatta hozirgi biz yilqi hissiyotga tayanishib emas, biz qo'limizga statistikalik natijasiga tayanishimiz kerak. Hammalar ko'rdik, ko'ryapmiz, qo'limizda materiallar bor. Hozir materialga asoslanganda Turkiyada ikki xil vaksina mavjud. Biri BioNTech'niki, birisi Xitoyniki Sinovac. Hem ta'sir kuchi mo'yim. Mesela Xitoyning hozir %50 degan nima degan gap desa, 100 odamga vaksina urilsa, Xitoy vaksinasi 50 odamni bu xil virusdan qo'g'dab qilish mumkin, 50 odamni qo'g'dayamaydi degan gap. Hamda BioNTech'niki %94 dedi, demak 100 odamga vaksina ursa, 94 odamni qo'g'dab qola oladi, 6 odamni qo'g'dab qolmasa ehtimol bor degan gap. Endi buni ham qaraydigan bo'lsak, statistikalik shu natijaga qaraydigan bo'lsak, BioNTech'niki ta'siri ma'nodan bekrak yaxshi. Shunlashqa tanlash to'g'ri kelib qolsa, albatta fursat topib qolsa BioNTech'ni tanlash. Mantıklı keldi. Xo'sh. Professor Mutallib hojim, sizlar buni qanday qaraysiz? Hattoki men bu yerda yana bir narsani qo'shay. Endi buni endi ilm odamlari sizlar albatta sonliq ma'lumotlarga qarab qilsam shu vaksina to'g'riliq bu insoniyatning nüfusini azaytish uchun bir suiqasdlar bor buningda. Masalan, bugun darhallam sağan hamon his qilmasmi? Ertügün aldığımızdaki yıllarda ta'sir qiladigan narsani urib o'tishi mumkin bu cho'ng kuchlar buning ichida. Maqsad nüfusni azaytish, shuni urmaslik kerak. Kasal alomatlari bo'lsa-mu normal boshqa shaklda davolanish kerak. Qat'iy yaqin kelmas kerak deyotgan xil cho'ng unvonliq insonlar bor masalan Turkiyada. Sizlar bundan qanday qaraysiz? Bu vaksina odatda bize o bay demeçen degandek aslida an'anaviy usul deganimiz shu virus olsun, mayli bakteriya olsun, shu kasal paydo qiluvchi jonivorlarningki kichik bir nimasini yoki ojizlashtirilgan bir tarkibiy qismini kelib tirik badanga kirgizish orqali badanda shuni tunutish. Yani bu düşman bu ya bedenge ziyonli narsa deb badanni tunutganga bir urug' selish deb shuni nota odatda. Shunga hozirgi virusga ishlangan vaksinami shuning bir turi. Uni badanga kirgizgandan keyin badanda u badanda immun kuchi hosil qiladi. Immun kuchining ichida antibody degan bir kasallikka qarshi turish tarkibi bor. Bu tarkib badanda yetiladi. Ani kirgizilmaganda u yetilmaydi. Onu kirgizgandan keyin u yetiladi. İkinci qatam u virus badan kirgandan keyin u tunuydi uni. Ma dushman bu bizga foydali narsa emas deb tunuydi. Tunigandan keyin bu hujayralarningki shu nima bilan birikib virusningki hujayralar bilan birikib uni badandagi hujayralarning ichiga kirgizib qo'ymaydi. Hujayralar ichiga kirmagandan keyin hujayralarni zaxmlantirib buzolmaydi. Eğer onu buzsa, antibody yetilmeyen adamın bedeniga o virus kirgandan keyin bu hücre içine kirib hücreni bozuldu. Hücreni zaxmlandirdi. Yani o'sib ko'paygandan keyin qonga o'tib, qon orqali butun badanga aylanib, andan keyin o'zi xohlagan hücreni buzib, bu kasallik paydo qildi. Hozirgi kasal paydo qilish mexanizmi mushamdi. Bu virusniki. Endi mushu nuqtadan qolganda o antibody yetildirish uchun vaksina selish lozim. Vaksina salınsa antibody yetilmaydi. Yoki u odam mushu hozir biz tadbir elayotgandek aynan maskani taqib mayli endi yo'qib qolsin degan odamlar bor hamda jinoyatchi odam yo'qib qoldi, yo'qib saqaydi. Mushu yo'q qoldida antibody yetillikda 28 14 kundan 28 kungacha shu qarshilik kuchi yetiladi o badanda. Hem odamlarga nisbatan fakat bu kasallar yuqumlanmaganligi nisbatan yuqumlanganlar bundan keyin yuqumlanishini az uchraydi yoki az bo'ladi. Amaliyotdan az bo'layotdi hozir. Shunga bu nuqtadan olganda bu vaksinani menimcha selish lozim. Agar udul kelib qolsa, tanlash fursati kelib qolsa, bu vaksinani samagandan ko'ra sağan yaxshi. Ammo bu yerda bir nuqta hamda shu sizlar yuqorida degandek ba'zi mutaxassislar cho'ng odamni buni sağsak bo'lmaydi, bu badanga ziyonli kirligi yaxshi emas deganlarninki asosi nima u desa, bu vaksinani aslida ishlab chiqarish qoidasi bo'yicha aytganda bu dastlabda virus tarqalgan 2019 va 2020 yili 1-oy, 2-oy mezgilda bütün davlatlar
vaksina ishlashga kirishganda qancha vaqtda chiqadi degan savolga mutaxassislar odatda normalda 8 yildan 17 yilgacha ishlab chiqariladi degan uni. Anki en tez bo'lganda 5 yilda chiqadi dedi, keyin 3 yilda bo'ladi dedi. Hamda hozir o 8 oy 10 oyga qolmay chiqqandan keyin mutaxassislarning gumonlangani shu qoida bo'yicha shunday aldılan karakterlik bir tecrübe ötküzüş lazım, onunla hayvan tecrübesi kılış lazım, onunla ademge tecrübe kılış lazım, en ahırda kendiki tecrübe kılış lazım. Bunda birkaç ötkel var, onunla ketediğen bir tane vaksini çıkış için $1 milyar iktisat gidiyor onunla. Bu şunda ötkellerin hemisi kaide boyunca ötelmey durup 8 aydan işledir. Malak bulup bazağa çıkıp kalgandıkin bununla mutaxassislarımı gumanlanıp ama bu gapni degan bunu mumkin deb qarayman men. Ammo sog'magandan ko'ra hozir bu vaksinani emlagan yaxshi. Chunki emlagan davlatlarda azaydigan, masalan Isroiliyada 60% egallagan emlaganlar, vaksina emlaganlar. Uningki kasal yuqum ahvoli lasrak tushdi pastga. Hamda sog'an davlatlarda tushdi. Bu hozir dunyo bo'yicha 70% adamga silindi deb statistika qilinyapti. 70% adamga silinib bo'lganda vaksina, undan keyin bu kasalni tizginlash bosqichiga kirdi bu. Hamda shu nuqtadan olganda undan keyin yana davomlashishi mumkin, ammo biz anqishni kunab qilib hozirgi chechak vaksinasi, AIDS vaksinasi, bolalar palaj vaksinasi deb vaksinaga o'xshash bir qatorga tushib qolishi mumkin. Bu kasal hamda uzunga davomlashishi mumkin, chunki bu virus dunyoga kelib qoldi. Hem bu kasal paydo qilgan yo'ldan yanmaydi. Ammo onun uchun buni yo'qotish uchun, bu dunyodan buni qo'llash uchun vaksina selish orqali odam badanida shu unga tutgan qarshilik kuchni, immunity yetildirmay turib, buni tizginlik olmaydi. Anda bu nuqtadan olganda menimcha buni selish to'g'ri deb qarayman. Xo'sh. Agar bu gap qilamiz qatda. Ha. Allah sağolsun, hech kimni muhtoj qilmasin deyli. Men bir narsa aytib qo'yaman to'g'risida. Xo'sh. Vaksinning xatiri to'g'risida. Ajimga bayağı bir narsani deb ketdi. Asli mutaxassislar qo'yayotgan nuqta dal shu. Chunki vaksina ishlab chiqarishda eng azganda 5 yil vaqt ketadi. Amaliyotda resmiy bir vaksina oldin qatim sizlar bir program ishlayapman, tafsilga to'xtalgan. Maqsad ma'lum bilan. Chunki qayta deb o'tirishdan hojat yo'q. Bunda qisqa vaqt ichida ishlab chiqargan vaksinaga eks ta'sir nima? Kelgusi qanday ta'sir paydo qildi, uni aldirib bo'lmaydi. Shuningdek, u mutaxassislar qo'ygan hozir bunda qisqa vaqt ishlab chiqargan narsani kelgusida qanday oqibatni keltirib chiqishini hech kim kafolatlik qila olmaydi deb qo'ydi. Yana birsiga, mana bir tarafli ma'nosi, nupus pek ko'p bo'lib ketganligi uchun nupusni azaytish mundaq qilyotadi deyish menimcha pek to'g'ri emas. Masalan, Isroil qaraydigan bo'lsak, Yahudi bilimiz asosan yer shari yo'qolish gradabi bo'lgan bir millat o'zini bek tas tutqazdi. Nupusmu unda chiqma emas hozir. Ko'paytirish tirishayotgan bir davlat. Aşı davlatmi agar ashunda xatarni baliq his qilsa, bu Yahudilardan chiqqan olimlarni bek ko'p. Buni hargizmi ruxsat qilmaydi. Bular Isroilga hozir qaragan bo'lsak, bugun hozir yangi statistikada 62% yetib bo'ldi. 62% nupusi vaksinalanib bo'ldi. Demek bu nüfusun kelgüsüde eğer aşında xatar olub qalsa, bu Yahudilar üçün ən büyük çoğun bir təhdid oldu. Lakin meniki şəxsən göz qarşım ensərən bir narsa var. Məsələn, Xitayga o'xshash davlatlar, məsələn, dastlabda bu virus to'g'risida nurg'ulg'an talash tortish bo'ldi, balki tabiiy bo'lgan bo'lishi mumkin. Xitoylar tajribaxonada chiqqan virus bo'lishi mumkin dedi. Xitoy qo'llab Amerika chiqadi dedi. Ikki davlat bir-biriga to'pat qildi. Agar haqiqatan bu virus Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lsa, Xitoy shu vaksinani dastlabda ishlab chiqqan davlatlarning biri bo'ldi. Ondan keyin shu virusga munosabatli ba'zan ergashim kasallik kelgusi chiqishi mumkin. Mening bu shaxsiy fikrim. Ondan keyin qanday qildi Xitoy qo'pab, buni agar haqiqatan yuzbilib qilgan narsa bo'lib qolsa, bu ergashim kasalliklar hech kim uqmaydigan kasallik bo'lgandan keyin uni doğrusini yasab chiqdi. Chunki uzib bilgan bir kasallik. Bu doğruni men yasab chiqdim deb bozorga satdi. Yani bu hozirgi dunyoning tusidan qaraysak, burungidek qurollar etishidan urushadigan asos azlab, kisol virusini taqchi orqali pul to'playgan, qisqa to'playgan yerga yo'nalish boshladi. Chunki doğru şirketlerin köpinchisi aşında. Mesela ba'zan kasalliklar var, uniki tamamen saqlaytish ehtimol bog'in doğru bo'lib qolsa, buni yasab chiqamaydi.
Nima uchun desa, buni davomliq doğrusini setish uchun aşxil şeklini saqlab turish kerak. Mesela AIDS qaraygan bo'lsak, AIDS mo 40 yildan eshib qoldi hozir. Resmi xalqaro tanilib, nurg'un olimlar bu to'g'risida vaksina ishlab chiqaramiz deb tirishayotdi, lekin vaksina yasab chiqarmadi. Buni nurg'unlagan sabablar bor. Balkim buni yasab chiqishi mumkin, lekin har yil qaraygan bo'lsak, bu virusni hozir 3 milliondagi odam o'lyapti. Har yili HIV AIDS bo'lib o'lganlar soni necha million? Har yil o'lyapti. Ama onun yasab çıkaran bir doğru var. O doğru tamamen sakaytmaydı. Fakat virüsünü kontrol kılıp durdu. Nima uchun desa, bu doğru şirketlerin maksidi doğru tamam setiş. Pul tepish. Yani kelgisi mo'yinda bo'lib qolish ehtimoli bor deb o'ylayman men. Mushuni bog'lab turib, yana doğruni setib chiqib, uzit setish, undan keyin kambag'al davlatlar, kambag'al bo'lash, boy davlatlar mush doğru setish orqali boy bo'lash. Hozir ahvolimi, masalan bu kasallikni, o'sha vaksinaki unumi nechilik hech kim uqmayapti. Birisi 6 ay dedi, birisi 8 ay dedi, birisi 1 yil dedi. Lekin buni isbotlab chiqish uchun vaqt ketadi. Ammo vaqt bo'lmasa hozir vaqt yo'q. Hammadan o'zini bilgani deydi. Lekin kispayt bichga 20 yil 30 yil demaydi. Masalan qizil deymiz, chechak deymiz, ularniki kichik vaqt qadam bo'lsa umrining oxirigacha yetdi. Lekin buni hozir 6 ay 1 yilmi deyli. 1 yil degan tugisa, hozirgi suratdan boshlab qolsa, 2 yillik vaqtda bir davlatning nüfusini vaksinlab qo'ysa, yana tugaydi. Yani qaytadan vaksina urish kerak. Eğer sürekli bundan eli verip kalsa, nurg'unlagan devletinin iqtisadi bunun yer bo'lishi mümkün emas. Mümkün bo'lmaydi. Mana shu aytgan chog'da bu bir iqtisodiy jihatdan bir yangi boshlanish, ya'ni sömürgüchilik. Bu qilishi mumkin kelgusi. Hakikaten bek qo'rqinchli bu masalada deganingizdek, men necha yillar burun men shu xil cho'ng professorlar deganini anglayaptim. Amaliyotda biz Müslümanlara nispeten Allah her kanda bir keselini düşüyorsa onun davasını bile düşürdü. Bağlamda şu AIDS meselesi de mi? Bir gün insaniyet Allah bunun tepkilılık onun mesela ama şu çoğun yalmavuz doğru şirketleri bu çünkü milyarlarca dolar çökülevatkan bir iş olan diken herkes yasakalıp koymayavatkanlığını halkın nüfuzluk kişilerden anlattım ben neçə yıllar burun meselede. Hakikaten diğerinizde bunda işlem buluşu mümkün. Ama şu yerlik vaksina ishlab chiqarish, doğru ishlab chiqarish masalalari Türkiye'de paydo bo'lgandan tortib davom etdi. Bu xizmatlar nega keldi? Siz ham bu ichida ishlayapsiz, dars o'tyapsiz. Masalan, nima qayerga keldi? Mayli doğru ishlab chiqarish bo'lsin yoki vaksina masalasi bo'lsin Türkiye'de. Hozir Türkiye'de jami 17 tadqiqot var, bu to'g'risida elib berayotgan. 17 farqli vaksina tadqiqoti var. Bunun içinde en tez menvatkan birisi şu Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ndeki elip beriyotgan tadqiqoti. Bular ikinci basqıçını tamamlab, üçüncü basqıçga qadam qo'ydi. Hozirgi Turkiyaninki eng cho'ng umidi mush vaksina. Agar bu vaksina tutib qolsa, hozirgi planda 9-oyda 3-chi basamak tugaydi. 3-chi basamak tugandan keyin tadqiqotda agar har qanday bir o'ylanmagan negativ netije chiqmayla qilib qolsa, buni ishlab chiqarish boshlaymiz dedi. Meningki eng cho'ng umidim mushu vaksinada. Eng tizimlayotgan vaksina mush RJS. Uningda ikkinchi bir xil vaksina bor. Ikkinchi bir xil vaksinani ishlab chiqarib qolsa, bu Turkiya uchun emas, biz dunyodagi xalq uchun eng cho'ng bir tuhfa deb qarayman. Chunki bu vaksina dunyoda tunjulab farqli usulda yasalib chiqayotgan vaksinadir hozir. Bu vaksina mushu ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 4 üniversite birleşip işleyatdı. Bununki hem de birinci basqıçıga qadam qo'ydi. Yeni. Ama yılın ahırgacha netije chiqish mumkin deydi. Endi bu vaksinadagi boshqa vaksinalardan farqi nima degan chog'da bu vaksina badanga yig'in orqali bo'lmaydi. Buniga to'qish orqali emlandi. Bu degan gap nurg'unlagan vaqt o'tib oldi. Vaksina ishlab chiqarib ulgutib bersa, odamlarning doktorxonaga berib, ukol urib növbet saklap qilishning hojati yo'q. Buni taqib etsamdan burniga o'zi fokuslan bo'ladi. Bunday vaqtida nurg'unlagan vaqt o'tib qisqa vaqt ichida kasallikni kontrol qilish tamoman mumkin. Bu Turkiya uchun emas, butun xalq, dunyoda xalq uchun eng cho'ng tuhfa deb qarayman. Qolgan 14 xil vaksin haqiqiy birinchi qadamda. Hozircha eng cho'ng umid mush RJS Üniversitesining ishlab chiqarayotgan yoki elib berayotgan tadqiqotdagi vaksin. İnşallah 9-oygacha tugab qilish mumkin. Xo'sh.
Endi müşahedemde şu yeni şu gen özgergendiğin keyinki alametler kişilerdeki mesela virüs yuqqan bolsa ilgirki biz davamlı bilip kelgan alametlerden farklı alametlerning bo'layotganligi söz qilinayotdi endi. Yeni bu gen özgergen bunun qanday alametleri var başka qo'shimcha? Bununki hozircha ko'pincha odamlar ko'rinayotgan alomatdan birisi shu bo'yin og'riq. Gelin ağrı bo'lishi bekrak ko'pirinyapti. Gelim ağrıyotidi, gelim qichishyotidi. Onun gelim shipit bor deganlar alomatlar bekrak o'tirib chiqadi hozir. Shu Angliyaniki shekli o'tirib chiqqandan keyin Turkiyada. Qolgan alomatlar yana o'xshash burunqidek qizitma bo'ldigan, surdigan, uningki burun oqadigan, qo'shimcha hozir ko'rinayotgan narsa bekrak o'tirib chiqqan narsa shu galag'riq. Bekrak ko'rinyapti. Xo'sh, xo'sh. Bunu belki macimkan bekerek uquş mümkün. Bevasıta kesillikler bilen. Profesör Maygar'da ilişkimiz gap qilsin bu vaqtda agarda yana boshqa. Nima bo'lsa. Mal gap qildimi? Ha? Sizmi bu vaqtda boshqa qo'shimcha qilgan shu qolsa? Ben bu nimaga qarta bir qilib qo'y. Bu vaksina selish masalasida navbatchan obdan yakunlab yaxshi bir gap qildi. Hem de ben vaksini uğuzmaslık meselesinde bunda bir narsa oylap kaldım. Ben diye soğanlığımı şunu dedim. Mesela bir binada 7-8 aile oltuğan olsa, o öydeki soyarak dikkan bir kurt payda olup kaldı desek, o kurtka hemmeden daire çeçip bir şeyden çaşmasa, o yana aşı aile binanın hemen bulgaydım de. Anda olan dikim bu vaksinin şelangda udul kep kağa vaxtıda, ben sana aytdığımda turvada şunu okşap kalam ki, şunun için bu dini cihetimi, ahlaki cihetimi doğru emas, sağızmaslık, başkalarına zulüm kılış olap kalam ki de oylayım ben. Şuna bu eğer udul kep kalsa, tallaş kursu olsa, bence siliş lazım. Eğer şence kıgıl olmasa onun bir xatarligi yoki onunki ta'sirinin yaxshi emasligiga yetishgancha qilib olmasa mayli to'xtab qolsinmi mayli bemezgil ammo cho'qim soldirish lozim demakchi. Ikkinchi nimaniki gapini eshitdik bizda alomatlarga qarata bu viruslar yuqumlanganlar boshda shu yo'tal qizitma yandan keyin bosh og'rig'i yoki dam siqilish degan 4-5 atalıq bilen alametler ötken bu. Baya Nemetcan degende gazi şu bel ağrısı ama omuz ağrısı deyken onu koşaldı. Bunun başka başta ötken yılından başlap virüsle yokumlanganla azaplanıp gelgen alametle İğirlavatı demdi. Burunkuda emez. Burunkutun İğir ötevatı dağıdır. Bulamın bu çoğu 15 gün 20 gün yankı 3. katımlık desek mi bu demdi? 3. katımlık köpüş dolpunu. Muşu dolpunu da yokumlanganlarının içinde ustuğan ağrıqı, enadinkin o nime, muskulla çakıp etkende ağrıq, andinkin boğum ağrıqı. Muşu ağrıqlar çiğduksuz derecede yuqur oldu. O dememde, o mağanetçisi telefon kıttı, sile muşunudun bir yokumlanıp kalmışlar. Ben yaş durup, şunda güçlük durup, kamakım yaxşı, benim bedenim manç kilo, yaşımı küçük, kuvvetli durup, ben bunu paket edemmedim. Eğer sili olarak fasılı sili edemeyle de sakay kaldılar. Bu kıttım bekleyemen ki, bu ilgili benim falan bu konu ağırlarım, yakıllarım bu keseller ağırgan. Ama bu derecede emesti mağabek yukarı oldu da, derecesi yukarılangan. Bununki ağırlık, bununki burunkudun neçehesi küçük boğalıkını söylüyordu. Yeni birisi, bu virüs bilen yokumlangalı biz hem de bir yıldan artık bulaptı. Bu şu sakargalının içinde esneki kiliş nispeti bazı kolduk hep kaldırıyor. Mesela cık adamlar bu şu pırak sizimi bilen siziş sizimi esnek kemevatıdı. Ben sakargalı 6 ay oldu, 4 ay oldu, 3 ay oldu. Lakin bu yine burunkudek emez. Hep bu şu esni onu bekler şikayet kıldı. Yeni birisi nime? Mağu menege boğan tasiri qilib qoldi. Mesela qanday desalar, tafakkur quvvati haqning burunkidek emas. Ozroq tafakkur qilib qo'yguncha yoki binasini kitob ko'rish yoki bir dars anglashtirda herib qotgan. Uningki unutqan.
Mən sən turuplam elişitkan bir нәрсе kösün ya kitap kösün ama burunkudaki çidamcılık yok. Bir xil avada məndə. Hem de bu şu mənə bolğan təsiri bilen bu şu sizin canlıq təmtətişdinki əsligi kəməsiki qarab mən bu virusdinki bu şu mənəge bolğan təsiri yaman butken yoki mənədə qaldıq qatqılış ihtimali zorken bunu dedim. Çünkü o təmsiziş, puraqlısızış deganlimi mənim xizmətimdə. Mənimki acizlik ya mənim total bu uçuruş edin bolğan güzellik alameti. Mənim üzdümü şu unutqaqlıq, yani aşında tefekkür tüven buluş, oy fikir cahil olmazlık, hargıllık deganlar yine mənimki kesellikə xatarlıq getdi. Amma hazırki mütəxəssisninki mölçəlləşicə, məsələn bularmı bayı növbətçəndedir, doğru ticareti qıtqanlı aldıdan mölçəlletken bazane. Çünkü şirketninki paydı bununki yönlüşünü yani borakımız tam bir nimesi varken de onunki plan lahi demek. Aşı lahi de hem de bununki çıkıvatkan kişisel ciğerdi kesel çıkışı mümkün. Biz hem de bunun 3 yıl 5 yılkin ciğerninki doğrusunu bazağı sarsak bazağı tapıdı. Hazırdan başlayıp şunu tədqiq qilishimiz kerak deb tədqiqat layihələrini oturup koygan mütəxəssislər payda olub qaldı hem de. Demek bu mu hazırki akılga muvafık kanadisileri bu bizim Uygur tibabetinde bütün Adem bedendeki azalarını çok üçtürgü bilip reis aza deb ataydı. Reis azanın içinde bana yürek ciğer var. Hem de 3 reis aza insan hayatında en mühim burun. Hem bu hazırda immünit iktidarını yukarı götürüş için asas rol oynatkan azalar. Çünkü hazırda fen ya da medisina ilmi menadin çıkan hormon, kalkansam hormonu, börek üstü hormonu degen hormonlar arkalık ve salamlıkta ten şeydi degen layla oturup çıkartıldı ama yine irsiyet ilmi de. Bu şunun asaslanğandı bu bizim bunun şu kisel bulap kalan edemde reis azalardı mesele görülürken anda asan tutulgulu butkan kesel emesken bu yaman keselken bu da şu men bu kelgen kesellige halkga halk amnuska bunu tavsiye kılıp gözlemde. Bu keselden kesel bulap sakayğandın küre bunun olduğunu eleş için hareket kılışımız bek zürülken çünkü bunun asareti hep kalka iş yamanken mağluda. Çok rahmet Allah razı olsun. Doktor Nametcan müşahede körmenimizden bir söz soruptum. Kesel olup sakayğanlığı mı vaksin seliş tavsiye kılınam dedim. Bunu kana qaraysiz? Elbette sakayğandan keyin antikon teşhis bas buldu. Qanchalar şekillendi. O'xshamagan adamlar xil şekillendi. Ba'zi adamlar yuqori, ba'zi adamlar tuvan. Yanıla saldırgan yaxshi. Çünkü bayağı acım kama deb ötüp ketdi. Bu kesellikki qanday bo'lganlikni, nima bo'lganlikni hozir hammadan o'ziniki bilgan lekin amaliyot qo'lga chiqqan natija bo'lmaganligi uchun yana aldiga eng yaxshi. Agar vaksina urish yoki vaksina o'tirish imkoniyati bo'lsa, fursat bo'lsa, bu degani yana yaxshi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Profesör Mutal Bacım, andım şu Uygur tibabeti bilallam Xitay virüsünü davalığı bulamdı. Bu sualga ilgili bir cevap veren isim de var. Bu virüs hemmesi mesela kuş dokumu dedik aldı da 2008 yılında kuş dokumu dedik bir zukam peyda oldu. O virüsün peyda olan. Şu virüs kuma bizim Uygur tibabetinin doğrularını işletken. Bu kıtımkı o koronavirüsünü Xitay hükümeti şu Uygur tibabetinin doğrularını Ürümçi'de keçi gündüzlep işlep şu içki ülkeleriga Wuhan'ga eksport kılan körünüşlerini yürüdük öz vaxtıda oturup çıktı. Hem de boşunudun kararında Uygur tibabet doğruları hazır şu İslam şu virüsüyle yukumlanğanlığa zupla şəhvətdə sual məclisi, zukam cevheri, Seyfistan cevheri katarlıq bir qancha doğrunu yasaq təminledi hem başqalımı təminlep kelatıdı.
Hem de bu payda kıldı ameliyatda. Ama nimaga payda kıldı deseleri yuqumluq bo'lgan kishilar mushu dorini ichgandan keyin 14 kunda, 15 kunda saqitgan yoki 14-15 kunda andın bunun alametleri yengillab normal bir adam qatoriga kelgili qolgandek bo'lsa-mu, ma dorini ichgandan keyin 7-8 kunda lam keldi. Ameliyatda mushu hozir bizning mushu ikron oldidimi bir qancha koronavirus bo'lib saqayganlik bo'lishi mumkin. Aşılar mushu dorini ichgandan keyin men qancha kunda saqaydim, 8 kunda saqaydim, 9 kunda saqayganlar jiq bordi. Bunun payda qilam tutmamdi deganda biz bir tajribaxonadan aydan chiqarib, bunun mexanizmi mavo deb bunda cho'ng bir tashviqot qilolmaganimiz bilan aslida bu Uyg'ur tibobat dorilari bizgina anda hayvon tajribasi, klinik tajriba o'tkazmaganimiz bilan ilgirdan tortib bu tibobatni Odam alayhissalomdan boshlab paydo bo'lgan deb qaraymiz. Hamda bu tibobatningki dorilari shu necha ming yildan boshlab Odam sınıfı, klinik tecrübe, dori sınıfı, hayvan tecrübesi hemmini ötküzüp andın keyin paydo bo'lgan tibobat bu. Biz bu başka yeni bir dori icad qilmadik. Men so'g'anligimni dedim. Men emas, boshqa Uyg'ur tibobat xodimlarimiz hammamiz mushu men yuqorida ismini atagan bir qancha xil dorini ishlatdik. Bu dori bizning klassik kitoblarimizda necha ming yillik shu nafas sistemidagi kasalliklarga, masalan, yo'taga, qanayanligi, o'pkaligi, öpke, tuberkulyoze, yiring tükürüş, nefes sıkılış, zıkkı katarlık keserliğe fayda kılan doğrular. Aşı doğruları biz aynen riskini az alametliğe koşup, bazı doğrularını koştuk, bazı elbettik, yargı bomaydı, Mao Türkiye'de bağ doğrularını koşup, yok doğrularını elbetip degендek biz bir pidayla grupsu kurgan Uygur Tibabat İlmi Cemiyeti namıdır. Bu şu vehbenin namıdır. Biz şu mutaxassislar bilan maslahatlashib bu riskni bir qancha xil riskni muqimlab umumlashtirdik. Palani dori yo'q bu yerda qoniqitmiz deganga hatto mutaxassislar, Uyg'ur tibobat xodimlari fikr berib, mani ishlatdim deb risk tanishaylik hammamizdan. Shunga hozir bu shu Zubayshevda bu savol mavzusi asosiy foyda qilyapti demdi. Qizitma ulab qolsa, Seyfiston javhari Zukam cevheri verdi. Kızıtma olması asasen bu şunu verdi. Demek Uygur tibobat doğrusu bu virüsü payda kılamdı degende payda kıldı. Bunun aldığımı payda kılan. Abaytın bir gap ötep gitti. Mesela virüsünki şekli özgerdi hem de hazır. Mesela şekli özgergen türleri çıkıp kalan oldu da yeni türler. Hem de yeni türler gibi şu burun Xitay virüsüdün ağan aşının atıp teyakkıgan vaksinalar bunu payda kalan da yeni çıkan türlüge desem demek ya mı dedim hemen şöyle demekçi bu çoğun türde virüs okşaş hemmesi ama küçük bir türü okşamaydı da doğana şu küçük bir 99% okşap 1% okşamadığını yeni türü ötemdi ama 99%'i udulduğun vaksina bunun payda kalan okşaş bizden bu çoğun cihetten bu şu Zubayshevda, Loksepstal, Lokmadam, Çılgızı diyen doğrularımız bu şu zukam katarlık virüsün bo'lgan kasalliklarga, bakteriyadan bo'lgan kasalliklarga hamiz foyda qiladi. Chunki bu dorilarimizdan anda foyda qilishi bu virusni o'ltirmagan bilan jiqadan mashinadan so'raydi mendan virusni o'ltiramdi u deb. Abayda do'qayna vaksina nima qildi desa badanda shuning qarshilik kuchi yetildirdi. Hamda biz hozir mayli dunyo tibbiy mutaxassisinin so'sima vaksina badanda shu virusga qarshi qarshilik kuchi yetildirib, bundan keyin kelganini öldürdü ya ki bunu hücre içine kirişini tosutu değil. Hem de bizim ekonomimiz ne medese bizim bu Zubayshevda katarlık doğrularımız beden kirgendiğinkin bedende şu nefes sistemine asas merkez kılıp yaşaytkan virüs ya ki bakterinin yaşaş muhitini ya ki yaşaytkan organını yaşayamaytkan bir muhit özgertip koydu. Çünkü o nasıl ki bilen bedende şu bir adamın ki yaşı için bir öğü kelgandikin onun suyu oluşu lazım, yetim açlık oluşu lazım, sık sokaklıkta normal oluşu lazım bir ölçümüzde insan yaşaş için açlıkta bir muhit lazım. Bu virüs ama adam bedeninde ibaret bir muhitte kirgandikin şöyle masaj alayotgan bir muhitning hazır bo'lishi onun köpeyişine andın sebep bu. Demek bizning dorilarimiz onun yaşaş muhitini buzib tashladı. Anda o'g'aniga o yaşayamaydı demek o kasallik paydo qilinmaydi degan gap. Yana birisi kip bo'lgan bo'lsa hamda, masalan, kirib badanda o'sib turib,
bu virusni paydo qilib bo'lgan bo'lsa, uning paydo bo'lg'ili 7-8 kun bo'lib bo'lgan bo'lsa, bizning durimizni ichganda qanday qiladi desa, u chigandan keyin badandagi normalsizlikni tugatadi. Aldı bilen bedende xelit normalsizlik oludu, mizajda normalsizlik oludu, yemek içmekdeki uzuktuk normalsizlik oludu. Açlığa normalsizlik ne? Aldı bilen tükütüdü. Tüketkendiğin keyin bedende kuvvet yitilidu. Çünkü kuvvetin yitilişi bu güç o, enerjiye o. Hem de kuvvetin yitilişi için bedende temponsuzluk olması gerek. Çünkü biz abay degen her kanda kesel olup kalan adam virüsle yakın bulup kalıdı degenimiz meyli o nefes yolu keselliği buluş şart demez. Kanda kesel olsa olsun, bedende kesellik yüz birken virüsünki yukumlanışı yakınlaştı degen gap. Hem de biz bu şu doğrunu belgendiğin keyin bedende aynı kesellik utkan normalsızlıkta tükütüdü. Şununla beden küçüydü. Beden küçüğe keyin bedenin immunitesi. Anda biz o doğruna aşı virüsünü yoktudu, bakteriyani yoktudu demek emez. Zukamın bakterilerini yoktudu deyip, zukamın başka bazı doğrunu bilsek, bazı doktorlar bizge aşı öz vaxtında aynen mezhar kılıp bu doğranlığına gelip aş bakteriyene ekip aş doğru çılap koysak mı ölmeydi o. O da bunu etti. Biz o doğruna öyge dediği açkandık dediği çeçip yani çivin başını yok atmak demez. Öyünü tasılap çivin başı yaşayamayken bir muhitini asıl koymakça. Ya da aşıda muhit itilse o canavarlı yaşayamayan dikin veya da bulmaydı o nerse. Demek şu an Uygur tıbabı doğruları bu virüs ne yoktalaydı, virüs ne boğan keselliklerini davalayalıydı demekçi ben. Köptün köp rahmet, nait tefsiri içip bana köptün köp rahmet. Şark Türkistan Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hürmet Hidayetullah Oğuzhan Efendim programımızı görüyordu. Şunakla bir sual soraptım da hazır mı şu Türkiye'de Xitay vaksini sırtıda qaysi vaksinler urvatılады doktorxanalarda, devlet doktorxanalarda. Bimarlar vaksin tanlash huquqi bormi bimarlarniki mesela berib qoldi. Nametcan. Hazır Türkiye'de iki xillama vaksini var. Birisi Sinovac, yani birisi BioNTech. Yani tanlash fursati modisi var. Bunu tanlagan vaqtimizda men bunu maqetib qo'ydim, yaxshi hajim kamu so'rabdi bu savolni. Rendovalimiz bu. Ağa vaqtimizda diqqat qilgan nuqta var. Biz aile hekimligi alsak, tanlash fursatimiz bo'lmaydi. Bevasilam borgandan keyin asosan Sinovac chiqdi. Biz u yerda rendo olgan chog'da doktorxona deb chiqdi, hastane deb bir yoq yana. Hastanani chekkandan keyin u yerda undan keyin bizga tanlash fursati berdi. BioNTech, Sinovac deb, o vaqtda biz BioNTech deb tanlasak bo'ldi. Shunlashqa rendo olgan chog'da biz aile hekimimiz hastanada ishchi kirib turib, undan keyin tanlasak, biz BioNTechdan Ulustam desek vaqtida tamamen bizniki tanlash fursatimiz bo'ldi ekan. Aşkıl usullar endi olsak bo'ldi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, nayt yaxshi bir ma'lumot oldu bu. Bu yerdan salom yo'llaymiz raisga. Xo'sh, endi programmamizning oxiriga kelib qolay dedik, chunki iftor programmasi var lekin shuni biroz qisqartsak oxirdagi masalalarni. Endi nimalarga diqqat qilishimiz kerakdan burun, masalan, maska to'g'risida har xil so'zlar bo'lyapti. Maskani yana shu davom qilish kerakmi? Hatto maskaninki ichiga nalda ishlab chiqarilganligi, hamma yerda ishlab chiqarilgan o'nlagan xil zavodlarning maskalari bor. Biz Turkiyada biz qo'ygan bilan hammasini Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi notayin. Ba'zi gaplarni chiqib ketdi, ichiga masalan virus, bu kasal yuqtirilgan narsalarni paxtning orasiga yerlashtirib qo'yibdi degandek, herkes taqamal degandek gaplar bo'lib ketdi o'tganlarda. Maska to'g'risida nimalarni deysizlar? Undan keyin nimalarga diqqat qilishimiz kerak, mana bir aqlam qilib olsak. Namacha har ikkilardan biri yig'izdan gap olsam mana. Bo'ldi. Maska to'g'risida u mandaq maska bilan shu virus qo'ymaydi. Lekin maska o'lchamsiz maska. Chunki buningda Turkiya sayyor nazoratimi millatga bu to'g'risida uqtirish qildi. Hatta Türkiye'de nurgulagan maska ishlab chiqargan zavodlar varken bunun için fakat 14 alan ölçemli qolgan 40 netisi ölçemsiz. Şunun için buna dikkat qilish kerak. Maska algan vaqtimizda ko'chadan bu yerga olmay, mümkün bo'lsa dorixonalardan alsak texi yaxshi, yoki bo'lmasa shu internetga kirsak, shu sayyor nazoratiniki shu tizimligi var. Markalık maskalar mesela ölçemlik davlatniki tekshirish o'tganda
Şunu alsak mesele çıkmaydı. Ayetki ölçemsizlik maskalar yani taks fayda olmayı o bilginden doğru. Çünkü o işleken materyallar ölçemli bulmamalık için o taksak mı virüsünün kovduğu nispete bekliyorum oldu. Hem nemeleye dikkat kılımız diye baktığımızda yani ki barlık karındaşımızın deydiğin dersen şu biz daim mesela ben özüm amevi sağlamlık kesbeti boğanlıkım için bizden kesbimiz kıldığın iş şu. Kesellikten aldığını en kançılık mühimlikini yani iskıldık. Vaksinim şu kesellikten aldığını işildiğin derse vaksin uğanlığı kim mi bağlık mutakhasıslar dünyayı uğuşaşlı gepini kılırlar. Ben vaksin olalım hem de maske takmayayım rahat bulmayayım demeyimiz. Çünkü tütkül devlet asasen muş keselden kutulguca çünkü maskeni takayımız değil. Demek bu yerde maskenin rolü yanlanmıyor. Şolaşqa yana diqqat qilgan narsa baya ajim kamı deb o'tib ketdim şu bizning qarindoshlarda bir-biri bo'lgan edi. Adamgarchilik mumkin bo'lsa sal azarsa yoki to'xtab qolib tursak vaqtida. Undan keyin bir oy berish to'g'ri kelib qolsa mumkin bo'lsa meni pardaga yolib qolsa meni qolsa ammaviy qatnashishga hammalik ko'rimiz xabarda ko'ryapmiz sixmatqanlik qadam bu yerda ijtimoiy arliq degan narsa mavjud emas. Onun için doktorxona bağlı vaxtımızı alayda qıtılğan noktalarının birisi şu. Çoxum doktorxona bağlan çağda bir maske emas, iki maskeni taqaş gerek. Çünkü doktorxona bağlan çağda texim xatarlik bir yer bermez. Şolaşqa bir maske emas, iki maske taqaş gerek. Yoki bizniki ma'lum xalqlarimiz yerlik xalqlashini haqida jiddiylam cho'ng doktorxona berib oldi. Unda onlar doktorxona berishning hojatimiz yo'q. Hammalarning oila kimlik deb nima? Adet keseli okusak aldığın aile kimlik verip aile kimlik bunçilik elip çıkadan olmaydı. Kesimizin köysüp eğer el kılarsak şöyle de el kılır. El kılamasak aile kim zaten üzü vurup bir dopistan doktorhan var. Şu an bir vasıta çoğun doktorhan verişini saklanış gerek. Hoş. Profesör Mutal bacım sizden bir yağız yapalım. Ben demekçi oğlum hem de hazır bu virüs asasen bu şu ağız, burun, göz arkalık taqavatıdır. En birinci oğlum şu şükürlük yine nefes arkalık yokuvatıdır. Şuna bunu da saklanımdan diyelim. Bire şu bayan demeçen diyendek maske takışı gerek. İkinci musafirini saklaş lazım. Çünkü musafir bek mühim maske bilen. Bu nefes arkalık yokuduğun kesel olgaç ağızdan çıkan şölgeyle vur, nefes arkalık çıkan karbondioksit oksidi bilen birlikte koşulap çıkan bu virüs çıkıp kalsa başka adamın damığı girip aşılığını yokumlandırdı. Şunun için ağızını, burnunu, gözünü bu üç erzağını saklaş nait mühim. Hem de yeni birisi dördüncü karşımız kayısı deseleri bu kolunu saklaş lazım der. Çünkü biz şu burnumuzda, ağzımızda başka yerlerini yaki bazı tutka, peştapının tutkularını tutup aksın közüne ulaş, burnuna koyulaş yoki ağzına sürtüş degende işte bilen kol aramlam üç erzanın biriga ketib qoladi çok. Şunun için otomatik şekilde onu yuyish anadan keyin maska taqash ko'zni anda ulmaslik, qo'lni yumay turib ulmaslik. Shunga pat yuzni yuğa vaqtida ko'zni birga qo'shib yuvitish lazım. Yuvib turganda anda mikro bakteriyadan saqlanib qoladi. Qog'ozni şu Nemetcan degenge men bular qo'shilaman bu hem bütün dünya bo'yicha meditsina xodimlari birlikka kelgan bir qarash bu. Hoş. Köptün köp rahmet. Ahirde yeni bir sorum var. Bütün halkımız, bütün dünya insanları töt göz bilen kütüp atkan, kaçan bir normalleşimiz burunqidek of dep bir maskeden qutulup qilimiz deydigan devir zaman kaçan kildi tahminen hemde. Onu Allah bilir elbette. Kaçan normal haletga qaytalaymiz? Meniki tahminim eğer hazır ishlab chiqargan vaksinlar bir yomon ta'sir ko'rsatmasa, o'ylanmagan bir natija bermasa, 2020'ning oxirigacha davom qilish mumkin deb o'ylayman. Chunki hozirgi amaliy ahvolni ko'z tutgan vaqtida hozirgacha vaksina elib emliyalagan davlatning soni bek oz. Yani nurg'ulg'an 95-97% yili oxirigacha. Şu vaqtida belkim eğer hemen vaksina vaqtida ilib mang'alasa, vaksina ishlab chiqarayotgan shirkatlar ko'payib bora olsa, vaksinaningki ta'siri 90% yuqori bo'la olsa, meningcha 2022'ning oxirida belkim normal hayotga asosda boshlaymiz. Menga uzun ya. Ben 2021 demek diyedim. Hoş. Rabbim inşallah. İnşallah 2021 bo'lib qoladi. İnşallah.
Xo'sh, professor, sizdan bir gapingiz bo'lishi mumkin. Uni qachongacha davom qiladi deganga hozir mutaxassislar har xil javob beryapti. Men nima aytishimni javob berayina. Mening boshqa chiqarishim bor, chunki bu virus endi vaksinani yasab kelsa, shaklini o'zgartirib olsa, buningga yana bir muncha vaqt ketadi. Ammo bu vaksina qachon umumlashib, qachon xalqning kishilarning badanida shu qarshilik kuchi yetildirib bo'lguncha bu davom qiladi. Yana 4-5 yil davom qilib qolarmikin deb o'ylayman men. Voy Allah. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı bo'lsin. İnşallah tilekimiz en kısa vaqtda bu virusdan qutulib o'zimizning normal holatiga qaytish. Qadrli ko'ruvchilarimiz, ishkilinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman bu kechda ham ro'zda shaklda biz millat uchun bunday vaqt chiqarganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Qadrli ko'ruvchilarimiz, unda bo'lsa bugungi suhbatimizni mashada oxirlashtiraylik. Demak, anglab o'tdik har ikki ustozimizdan. Ahvolning qanday ekanligini, nimalarga diqqat qilishimiz kerak ekanligini bildik. Shunga ko'ra albatta bir narsa davom qilaversa, vaqt uzurgan sari tunji qatim bo'lgandek yangi boshlangan vaqtdagi har birimiz ajoyib diqqat qilib ketdik o vaqtlarda. Lekin ba'zi vaqt o'tgan sari u vaqtlarda yangi boshlanganda bilgankidek odam o'lmagan har kuni. Virus yuqumlash soni 50-60 ming emasdi. Shunday vaqtdami bugungi hozirgi vaqtdagidan bakrak diqqat qilgandik. Ammo davom vaqt uzargan sari, xuddi ishni bo'lmaydigandek borgan sari bizga normal tuyulib ketyapti. Shuning uchun bu narsalarga diqqat qilishimiz kerak ekanligi alishki ustoz so'zladi. Rabbim inshaalloh har birimizni bu vabodan saqlab qolsin. Buningga duo qilaylik. Tegishli tadbirini olgan shaklda hammamizning duosi inshaalloh bir minut bo'lsin baldur insoniyatning bu necis virusdan qutulishi ustida bo'ldi albatta. Alloh hammalarni salomat qilsin. Bu muborak oy ichida go'zal amallar bilan hayotni xushal-xuram o'tkazishga nasib qilsin deb tilaymiz. Yana bir qator suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.